Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana bize Urganch Eko zapravkasındamiz. Zapravkalar 24 saat o'tdi. Xudo xohlasa yana ochiq turibdi zapravkalar. Xankadam girib o'tdik, yaram ochiq turgan ekan. Spesialni 20 ming so'mlik zapravka etib o'tdim. Tem более hozir yana Urganchda Eko zapravkadamiz. Menga ham girib chatirmayman. Любой zapravkaga girib chiqib, yangiliklarni tashab boraveramiz. Sizlardan birdan like va podpiska do'stlar. İnşallah hammasini yangiliklarni tashab boraveramiz. Yana girib boryapmiz o'sha. Yana girib keldik. Yardımda bir mashin bor. Arkada где-то bir 4 ya 5 mashin bor. O'chert unchalam yo'q Eko zapravkalarda. Xankadan bez o'chert girib chiqdik yana. Bu yerda o'chert yo'q. Ne deymiz endi? Yangiliklarni ko'rib boraverasizlar. Ko'rsatib boraveramiz sizlarga zapravkalarni. Yine bandan уже 4'ten 3'ten mashin bor, 2'den, 1'den. Unchalar mashinlar yo'q. Tashab boribmiz yine. Uzrlar aytaman, lekin Xankani kameraga olmadim. Çünkü programma ko'tarmay qoldim menda. Hozir yana Urganch Eko zapravkadamiz, ochiq turibdi. O aytdilar 24 saat o'tdi dedi. Kutib olaverasizlar yana. İnşallah girdik. Yana. Gördük mısla? Zapravkaya girdik yana. 24 saat oldu zapravkalar.